Agroteplisa olam a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Bugungi videomizni boshladik. Bugungi videomiz limonni nimaga hosili to'kiladi, nimaga hosili yaxshi bo'ladi, nima kamchilikdan bunaqa bo'ladi. Har bitta etapni aytib o'tyapmiz va oldini olishda yo'llarini ham aytib o'tamiz. Videoni o'tkazib o'rmang. Foydali bo'lishiga harakat qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, qani boshladik. Birinchi xatosi tashqi tomondan eng katta xatomiz teplisani tortishkasida setka qilmaymiz, ya'ni pashaxona. Tashqaridan har qanaqa kapalak, misol uchun chaqadigan ari, qushlar, shunga o'xshagan narsalar kirib keladida. Birinchi bo'lib begona o'tlarga, daraxtdan oldin begona o'tga trips, xudojnik, oqpashsha, mozaika degan narsalarni ilashtiradi. Ya'ni birinchi o'rinda bunga qo'yaman desa, buni tanasi achchiq. U o'tga qo'yadi, vaziyatni kuzatadi. Ya'ni limonda yangi atrosga chiqishini poylaydi. Ya'ni yangi atrosga chiqqan paytida bemalol ichiga kirib yo orqasiga o'tib olib lichinka qo'yishda imkoniyati bo'ladi. Ya'ni daraxtni yangi chiqqan atroskasi juda ham shirin bo'ladi va nozik bo'ladi. Juda ham xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Trips, xudojnik kirib oladi. Ya'ni o'tda turdi, siz o'tini o'stirdingiz. O'tini qanaqa o'tlar xavfli bo'lishini ham o'z ko'rsatib o'taman. Eng xavfli o't mana bilmadim sizlarda qanday deb aytiladi. Bizda sutlik o't deyiladi. Eng xavfli o't ana shu. O'ziga har qanaqa kasallikni saqlaydi-da. Qarabsizki, limonga o'tadi. Ikkinchi xavfli o't esa pichan, zarpichak deysizlarmi bilmadim. Har qaysi viloyatda har xil aytiladi. Ikkinchi o't zarpichak, ya'ni limonni tanasiga o't orqali yopishib boradi. Ya'ni zararkunandani bevosita limonga yetishtiradi. Zararkunanda limonga yetib bo'lgandan keyin asosiy yangi chiqqan novdalarni zararlashga o'tadi. Misol uchun mana bu novda ko'ryapsizlar, hech qanaqa hech narsasi yo'q. Lekin mana bu yangi chiqqan novda bo'lgan, mana xudojnik o'ralab zararlagan. Xo'p, bu ikkita xatoni aytib o'tdim. Uchinchi xatosi bo'lsa, teplisani ichida ozuqa berishda ko'p azot beraveramiz. Misol uchun qo'l bilan bermasligimiz mumkin, lekin qisman yangi go'ng solamiz. Yangi go'ngni prямо limonni tagiga tashlaymiz. Yangi go'ng degani azotdan iborat. Limon popuk ildiz bo'lganini hisobiga har safar sug'organingizda siz qo'lingiz bilan bermasangiz ham limonga azot yetib keladi. Ya'ni barglarda sarg'ayish, barg to'kilishi, buralish, hammasi azotni ko'payib ketgandan kelib chiqadi. Va to'rtinchi xatoyimiz esa sharbat tayyorlashni beramiz-u, sharbat tayyorlashni qoidasini bilmaymiz. Ya'ni sharbatni achitmasdan turib bitta bochkaga tayyorlab suv orqali jo'natamiz. Ya'ni bu ham azotni ko'payishiga sabab bo'ladi. Misol uchun 5-xatomiz esa suv berishda e'tibor bermaymiz. Suv berishda limon tagiga bevosita suv bersa ildiz chiriydi degan qayerdandir bilmayman falsafa kirib kelgan. Ana endi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa, limon 85% suvdan iborat. Ya'ni suvsevar o'simlik hisoblanadi. Misol uchun vatani Janubiy Amerika, misol uchun Portugaliya, Xitoyda misol uchun, ya'ni
orollarda, ya'ni suvga yaqin joyda limon shakllangan bo'lgan. Vegetatsiya orqali bizgacha yetib kelgan. Ana endi suvsevar misol uchun o'simlik, oddiy misol uchun qamish suvda o'sadi. Suvda qancha tursa ham ildiz chirish bo'lmaydi, sababi u suvsevar hisoblanadi. Endi bu bilan demoqchi bo'lganim, botqoq qilib tagiga suvni ko'llatib qo'yish kerak degani emas. Minimalni 60-85 atrofida namlikni saqlashlaringiz kerak. Zararkunandadan saqlashlaringiz kerak. Har safar dorini aytganimda apteka bo'lib ketdi-ku deb negativ yozishdi. To'g'ri, men iloji boricha dehqonchilikda sizlarga limon yetishtirishni qiynalmasliklaringiz uchun harakat qilyapman. Misol uchun mana videolarni ko'ryapman. Ko'pi bilan 3000 ta bo'ladi, oddiygina. Lekin o'sha 3000 taning ichidan hech bo'lmaganda 300 ta insonga foydam tegadi. Shundan xursand bo'laman. Ya'ni ko'pni duosi juda katta insonlarga foydasi tegadi. Ya'ni oltin olma, duo ol deganlari shu narsa bo'ladi. Misol uchun video chiqarganimda negativ bo'ladi, yaxshi gaplar bo'ladi, otangga rahmat degan so'zlar bo'ladi. Barchalaringizga rahmat. Negativdan ham xafa bo'lmayman, chunki qaysidir gapim to'g'ri bo'lyapti. Mevali daraxtga tosh otiladi, ya'ni hech qanaqa mevasi bor daraxtga hech kim tosh otmaydi. Mevasi bor daraxtga tosh otiladi. Yana sizlarga qo'shimcha qilib aytaman, ko'pchilik qayta gullash haqida yana so'rayapti. Qayta gullatish uchun yana qaytarib o'taman. Yana o'sha doriga borib taqaladi. 200 gram amafoz, 50 gram kaliy, 20 gram kalsiy, 20 gram karbamid mochvina. Ildiziga, tagiga 60 sm atrofida tashab, bitta chopiq qilib, 2 chelak suv solib qo'ying. 10 kunda yangi atroska chiqaradi. Atroskadan 40% gullaydi. Bargini temir moddasi bilan to'yintiring aziz obunachilar. Mana bunday barglar yashil bo'lib turadi, mana ko'ryapsizlar? Yashil bo'lib turadi. Hali ham buni qarov bo'lgani yo'q. Ya'ni hozir sekin-sekin endi qarashni boshladim, sekin-sekin, chunki hosilini ko'rgandan keyin, mana hosilini ko'rgandan keyin sekin-sekin mehrim tushdi. Sababi bu faqat auditoriya uchun moslangani uchun umuman e'tibor qilganim yo'q. Mana boshqalarda ham mana hosil boshqasiga mana keldik, mana. Hosilini o'zlaringiz mana kechki bu, mana misol uchun mana kechki hosildorligi normalni shu 70-80 kilo atrofida hosil berish kuzatilyapti. Mana shunday holat. Mana endi video ko'payib ketmasin deb har qayerdan ko'rsatyapman. Endi dehqonga motivatsiya bo'ladi. Har safar hosilni ko'rsatganim sababi shu dehqon menda ham bo'lsin degan fikr uyg'onsin va yanada mehnat qilsin. Maqsad shu. Hech qanaqa misol uchun hosilni maqtash yoki boshqa narsa emas. Dehqonni qo'y limondan foyda yo'q ekan yoki bundan dehqonchiligi yo'q ekan demaslik uchun iloji boricha dehqonni yana qaytib oyoqqa to'g'azish uchun harakat deb hisoblanglar. Yana bitta ma'lumot, limonni orasini ko'ryapsizlar, mana. Ko'radiganda mana ochiq, mana. Mana. Endi o'z videoda, telefonda aniq qilib tashlab bo'lmaydi. Mana misol uchun, mana ko'ryapsizlar, har qayerdan mana ochiq. Ya'ni shamol aylanishi yaxshi bo'ladi. O'rta qismi yopiq bo'lsa, havo aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Shunda zararkunanda ham ko'payadi. Даже ushlagan hosilini ham to'kib yuboradi. Masalan, shu kun konsultatsiyaga bordim Buxoroning o'ziga.
Даже mana bunday bo'lgan hosilni ham to'kib yuborgan obunachilar. Sababi novda ko'p surib tashlagan. Ya'ni misol uchun ana shu oddiy bitta 6 yoshar limon bo'ladigan bo'lsa, masalan boshlangan joyiga qarang, mana. Pashti unaqasiga 3 metrga yurgan, bunaqasiga 3 metrga yurgan, 4 tomonga 3 metrdan, ya'ni 6 metrlik limon bo'lgan, mana. Hosiliga yetib o'rganinglar mana. Endi men maqtash emas, boshqa emas, endi masalan pastki qismlari mana bir hosilni tomosha qilsangizlar, mana pastki qismlari ham mana hosildorligi. Endi hozir harakat qilinglar, o'sha ozuqalarni berib, sharoit bilan. Endi misol uchun qo'rqadigan joyi yo'q. Qanaqa 500 ga chiqib ketsa ham harorat hosilini ushlaydi. Ya'ni bahorni xavfli issig'idan o'tib oldingizlar. Faqat suvni maksimalni berasizlar, ozuqani maksimalni berasizlar, begona o'tdan tozalaysizlar, zararkunani yo'qotasizlar. Minimalni 5 yoshar limondan 40 kilogacha, 50 kilogacha hosil olasizlar, qaytadan yana gullatib. Maxsus Agroteplisa olami sizlar uchun video tayyorladi. Orasida xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, uzr so'raymiz. Salomat bo'linglar, hurmatlar. Oxunjon, mutaxassis Agroteplisa olami.